Assalomu alaykum. Xudo xolasa, motoblok, mini traktor narx-navolari, aksiyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa. 170lik 7 ot kuchiga ega motoblokimiz Everest brendida ishlab chiqarilgan, ko'rishingiz mumkin. Baklari 4 litr benzin oladi. Katta bak bilan jihozlangan, vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Katta vozdux filtrlar bilan jihozlangan. Kichik vozdux filtr emas. Glushtirlari ham katta glushtirlar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari 4 qatordan 32 ta bo'ladi. Pichoqlari ham pechatli variantda bo'ladi. O'yib tushirilgan. Excalibur zavodi pichoqlarni beradi. Excaliburni brendi tushirilgan. Excalibur motobloklarimizni brendi tushirilgan. Balonlarigacha o'yib yozib qo'yibdi. Everest deb ko'rishingiz mumkin. Everest balonlarigacha o'yib yozib qo'yibdi. Baklarigacha o'yib yozilgan bo'ladi bular akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu 7 ot kuchligimiz avtomat korobka bo'ladi. Avtomat korobka bo'ladi. Mexanika bo'lmaydi bular. Oldin skorsga uriladi. Bosgandan keyin yurib ketadi. Bosasiz yurib ketadi. Bu orqaga bitta skors, oldiga ikkita skors bo'ladi bunimiz. Everest bloklarga o'yib yozib qo'yibdi. Ko'rishingiz mumkin. 7 ot kuchiga ega vomlarga bemalol kacherlarni ulab ishlatsa bo'ladi. Bu qoziqlari ham katta qoziq bilan jihozlangan. Endi original, yaponskiy, germanskiy deb yolg'on gapirib sotadiganlar uchun hammasi Xitoydan keladi. Hammasi zavoddan chiqadi. Og'irligiga keladigan bo'lsak, misol uchun original deb sotadiganlarniki 67-70 kg atrofida chiqadi. Bu bizning motoblokimiz 80 kilogramm atrofi 80 kg chiqadi. Xudo xolasa keyingi videolarda taroziga tortib ko'rsatamiz. Sabab quyma blok, u yoq bu yoq deb yolg'on gapiradiganlarga so'z isboti qilib, xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Har bitta motoblokimizni taroziga tortib ko'rsatib beramiz qo'ldan kelgancha. Xo'p, bu 7 ot kuchligimizni ikki xil varianti bor. 4 ga 8 balonlik varianti bor, 4 ga 10 balonlik varianti bor akalar. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, kichik balonligi 7 ot kuchligimizni 3 million 400 ming so'm qilib beramiz. Katta balonligini 3 million 500 ming so'mga. Siz videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, xudo xolasa biza aksiya qilib qo'yganmiz. Qo'shimchasiga bitta pul qo'shib beramiz. Plus yana bitta ochar ham qo'shib beramiz. Faqat sizlar like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariya yozganlaringiz uchun shu narx ichida bitta puluk, bitta ochar qilib beramiz shu narx ichida. Faqat sharti videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak. Xo'p. Endigi navbatdagi katta motobloklarimizga o'tadigan bo'lsak, Excalibur dizel motor bo'ladi. 186 10 ot kuchiga ega bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Rullari uzun variantda bo'ladi. Temir kapotli bo'ladi. Plastmassa kapotli emas. Temir kapotli bo'ladi akalar. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Golovkalarga o'yib yozib qo'yibdi. 186 FA deb. Ko'rishingiz mumkin. Excalibur o'zini brendi tushirilgan. Baklarga o'yib yozilgan holatda bo'ladi akalar. Akkumulyatorlariga keladigan bo'lsak, akkumulyatorlari katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. 36 talik akkumulyator, kichik akkumulyator emas. Buni bozordagi narxi 500 ming so'm atrofida turadi bu akkumulyatorlar. Anu kichik akkumulyatorlarning narxi 200 ming so'm, 150 ming so'mga turadi. U 36 lik deb qo'ygan akkumulyatorlar. Bular Damas, Matiz, Tico, Labolaga birga bir tushadigan akkumulyator bo'ladi. Katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, rullari uzun variantda bo'ladi, skorslari trosli bo'ladi. Oldiga ikkita skors bo'ladi, orqaga bitta skors bo'ladi. Balonlari 500 ga 12 balon bilan jihozlangan, ikkita pashinipli bo'ladi. Balonlarigacha o'zini brendi tushirilgan. Excalibur deb
o'zini brend tushirilgan. Заводской original motoblok. Xitoyga biza yolg'on gapirib, yaponiskiy yo germaniskiy deb yolg'on gapirib sotmaymiz akalar. Borini boricha aytib sotamiz biza. Xitoy mahsuloti. Original firma Excalibur. Ko'rishingiz mumkin. Korobkalargacha daji kerak bo'lsa, o'yib yozib qo'yibdi. Baloni, korobkasi, bakiga, plus pichoqlarigacha o'yib tushirilgan. Excalibur deb. Original motoblok Excalibur. Endi bu Excaliburimiz boshqalarnikidan farqi, misol uchun original deb sotadigan motoblok, kuyma blok deb yolg'on gapirib sotadigan odamlar uchun buni og'irligi 200 kg, 190, 200, 210 kg atrofida bo'ladi. Xudo xolasa keyingi videolarimizda har bitta motoblokimizni taroziga tortib, ko'rsatib video qilib o'tamiz. Qo'ldan kelgancha. Vomlari bor, vomlariga bemalol rotorniy kasilka, suv pompa, karter, vomiga nima ulab ishlatadigan bo'lsa, Xudo xolasa ishlatib beradi. Xo'p. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, 8 million 150 ming so'mdan qilib beramiz. 186 1063 ga ega motoblokimiz. O'zini komplektida 40 ta pichog'i chiqadi akalar. Ko'rishingiz mumkin, LED faralar bilan jihozlangan. Endi sizlarga bonus sifatida bir korpus plug, bitta ocharam, plus 10 ta freza pichog'im qo'shib beramiz akalar. Shu narxi ichida 8 million 150 ming so'm ichida bitta plug, bitta ochar, 10 ta alohida freza pichoqlarni qo'shib beramiz. Bu aksiyamiz 31-yanvargacha amal qiladi akalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'ladigan bo'lsangiz, xudo xolasa 8 million 150 ming so'mdan qilib beramiz akalar. 188 dizel motoblokimiz. Bu ham xuddi shunday ikkita pashinipli bo'ladi. Temir kapot, LED faralar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Pichoqlari 40 ta pichoqli bo'ladi. Rullari uzun variantda bo'ladi. Vomlari bor, vomlarga bemalol karcher, jatka, rotorniy kasilka, suv pompa hamma yog'ini ishlatsa bo'ladi. Bu ham original firma Excalibur. Ko'rishingiz mumkin, Excalibur. Ikkita pashinipli bo'ladi bular ham. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyator. Bir korpus plug, bitta ochar, 10 ta pichog'i bilan 8 million 300 ming so'm qilib beramiz. Faqat sharti videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz bo'ldi. Sizlardan qilinadigan ish shu. 192 dizel motoblokimiz. Ko'rishingiz mumkin, 192 baklarga o'yib yozilgan bo'ladi. Buni ham 40 ta pichog'i bo'ladi o'zini komplektida. Narxi 8 million 600 ming so'm. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, bularga ham bitta bir korpus plug, bitta ochar, 10 ta pichoqlarni qo'shib beramiz. O'zini ichidan chiqadigan narsalari kulush naborlari bilan bo'ladi. O'zini заводской kulush naborlari bilan chiqadi akalar, ko'rishingiz mumkin. Atyolkasi, zapas shponkalari hamma yog'i komplekt bo'ladi akalar. Xo'p, 192 benzin motorimiz 17 ot kuchiga ega bo'ladi. Bu temir kapotli, oddiy farali bo'ladi bu. Sariq chiroqli bo'ladi. LED fara bo'lmaydi bular. Bu benzin motorimiz 17 ot kuchiga ega, vozdux filtrlari ham massinli vozdux filtr bo'ladi. Balonlari 500 ga 12, bitta pashinipli bo'ladi. Bu ikkita pashinipli emas, bitta pashinipli bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi 6 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, 6 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Bu 5 stator bo'ladi. 5 stator oddiy varianti bo'ladi. Excalibur motoblokimiz 192 benzin motorimiz bo'ladi bu akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bular LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. O'zida 40 ta pichog'i bo'ladi komplektida. Vozdux filtrlari massinli filtr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, baklarga o'yib yozilgan bo'ladi Excaliburda. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Boyagida aytgandek,
Damas, Matiz, Labo, Tekologa tushadigan birga bir akkumulyator bo'ladi akalar. Kichik akkumulyator emas bu. Katta akkumulyator. Shu joylariga ahamiyat berasizlar. Korobkalarigacha, balonigacha o'yib yozilgan bo'ladi. Bu ham xuddi shunday ikkita pashinipli bo'ladi. Excalibur original firma. Rullari uzun variantda bo'ladi. Og'irligiga keladigan bo'lsak, 180-190 kg atrofida chiqadi. Buni ham xudo xolasa video qilib, taroziga tortib video qilib ko'rsatamiz. Bu endi quyma blok yo oddiy zapchas qo'yilgan deb biz yolg'on gapirib sotmaymiz, tarozida ko'rsatamiz. Borini haqqoniy ko'rsatamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Qoziqlarni ham ko'rishingiz mumkin. Katta qoziqlar bilan jihozlangan. Vomlari bor, vomlarga bemalol shu boya aytgandek, rotorni kasilka, shatka, suv pompa hamma yog'ini ulab ishlatsa bo'ladi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7.200.000 so'm. Bu narxlar 31-yanvargacha amal qiladi. Bu aksiyamizga bu ham xuddi shunday bir korpus blok, bitta ochar 10 ta pichoqlarni shu narxi ichida qo'shib beramiz. Faqat sizdan qilinadigan ish videoga like bosgan bo'lishingiz kerak, kanalga obuna bo'lib, kommentariyada aktiv bo'lsangiz bo'ldi. 31-yanvargacha xudo xolasa shu narxdan qilib beramiz. 7.200.000 so'mdan. Bu ham 192 benzin motorimiz, bu ham 192 benzin motorimiz. Ko'rishingiz mumkin, yangi partiya Excalibur 190 lik benzin motor bo'ladi. Katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Skorost troslari trosli bo'ladi, temir bo'lmaydi. Baklariga o'yib yozilgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, Excalibur deb o'yib yozib qo'yibdi. Balonlarigacha hatto o'yib yozib qo'yibdi. Excalibur deb o'zini brendini tushirib. Excalibur. Ko'rishingiz mumkin. Narxi 7.100.000 so'm akalar. LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Korobkalarga o'yib yozilgan bo'ladi. Narxi 7.100.000 so'm. 31-yanvargacha amal qiladi xudo xolasa. Bu narxlar. Shu bir korpus blok, bitta ochar, 10 ta pichog'i bilan xudo xolasa qilib beramiz. Endigi navbatdagi mini traktorimiz Zubru 1105 mini traktorimiz. Balonlari 500 ga 12 balon, orqa baloni 6,5 ga 16 balon. Buni ikki xil varianti bor. 500 ga 12 balon, 6,5 ga 16 balonligi bor. 600 ga 12 balonligi bor, 7,5 ga 16 varianti bor. Buni ikki xil varianti bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, qo'shimcha dinamlar bilan jihozlangan, qo'shimcha plus 6 ta fara, plus pavorotniklari bilan jihozlangan bo'ladi. Remenlari 3 talik remen bo'ladi. Balonlari kengayib torayadi. Bemalol agatga moslasangiz bo'ladi. Qo'shimchalaridan yana moydatchik, suvdatchik, akkumulyator voltini, matachasini ko'rsatib turadigan datchiklar bilan jihozlangan bo'ladi. Galopkalariga 11.05 deb o'yib tushirib qo'ydi. Bloklariga ham 11.05 deb o'yib tushirib qo'ydi akalar. Vozdux filtri katta vozdux filtr bo'ladi. Maslenli vozdux filtr bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Panijinli, pavishinli bor. Plus blokarovkasi bor. Blokarovkalari bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Raspedallari ikkitali raspedal bo'ladi. Bittasi orqa silindr uchun, bittasi oldi silindr uchun qo'yilib ketilgan bo'ladi. Seplari ikkitalik sep bo'ladi. Bittalik emas, ikkitalik qo'sh qatorlik sep bo'ladi. Frezalari 1.10 lik freza bo'ladi. 22 ta pichoqli bo'ladi akalar. Endi buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib kelgan bo'lsangiz, men bu balonligi, shu traktori, shu turishi 26 million so'm qilib beramiz. Katta balonligini 26.500.000 so'mdan qilib beramiz akalar. Komplektida frezasi bo'ladi, plus 2 korpus plugi bo'ladi. Skladimiz Toshkentda, Sobirahim, Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93 lik 136 66 66, 94 lik 140 08 08.